Catchweight Division. 74 килограмм вазн toifasi. Официальное представление бойцов и первое синий угол. Кокбурчак. Бойцу 30 лет. Его рост 1,85 сантиметров, вес 74 килограмма ровно. Он мастер спорта по рукопашному бою, мастер спорта по боевому самбо, мастер спорта по ММА, представляющий легендарный бойцовский клуб «Ахмат» из Грозного, Чечня. Вот он, Магомед Саликов! Qizilburchak. Hamyurtimizning yoshi 27da, bo'yi 180 cm, vazni 74 kg. Он мастер спорта по рукопашному бою, мастер спорта по ММА, мастер спорта по кикбоксингу представляет Jasur Alijonov maktabi O'zbekiston Qo'qon. Kakanskiyev Muhammad Amirxon Alixo'jayev. Майкл Баттер, Германия. Yangi referisi Michael Butler. Demak, Amirxon Alixo'jayev hamda Magomed Saliyev qarama-qarshiligini kuzatamiz do'stlar. 74 kilogramm vazn toifasida bo'lib o'tadi. Barchasi tayyor va birinchi raund boshlandi. Biroz avval Dog'istonlik jangchi, adashibman, Chechenistonlik jangchi ekan Ahmad klubidan. Demak, birinchi raund start oldi, low kick bilan boshlab berdi. Magomed. Magomed Saliyev 15 ta jang o'tkazgan. 11 ta g'alaba va 4 mag'lubiyat. Alixo'jayev esa 12 ta g'alaba. Oyoq zarbalari yaxshi ishlayapti. Mag'lubiyat. Yaxshi vaziyat, yana bir. Davom ettirish mumkin. Aylanma zarba. Qanday kutilmagan nokaut do'stlar. Albatta kutilmagan zarba doim og'irroq bo'ladi. Kutilmagan zarba doim og'irroq. Uchinga o'tib himoyani unutdi. Turishga harakat qilyapti. Endi hamyurtimiz bu albatta jangchi instinkti. Lekin biroz dam olish kerak. Magomed Saliyev ham hozir raqibga hamdardlik bildiryapti. E'tibor bering. O'zini uzgan yo'q raqibidan. Takroriy lavhani tomosha qilamiz. Yaxshi ketayotgandi hammasi. Mana shu zarba nuqta qo'ydi hammasiga. Deyarli Amirxon